Dunyodagi eng sog'lom oqsil tuxum. Shuning uchun meni ko'proq yeng. Men qovurilgan kartoshkaman. Dunyodagi eng zararli taomlardan biriman. Dunyodagi eng sog'lom sabzavot ismaloq. U juda foydali va vitaminlarga boy. Ismaloq tanani kuchli qiladi. Dunyodagi eng zararli mahsulot qayta ishlangan go'sht mahsuloti. U stressni kuchaytiradi va immunitetni zaiflashtiradi. Dunyodagi eng foydali mevalar. O'rmon mevalari antioksidantlarga boy bo'lib, miya faoliyatini yaxshilaydi. Dunyodagi eng zararli mevalar konservalangan mevalar. Ko'p shakar bor, qondagi shakarni tez oshiradi. Dunyodagi eng yaxshi suv limonli suv. Immunitetni kuchaytiradi. Limon C vitaminiga boy, shamollash va infeksiyalarga qarshi yordam beradi. Dunyodagi eng xavfli ichimlik gazli ichimliklar. Qon shakarini tez oshiradi, semirish va diabet xavfini kuchaytiradi. Dunyodagi eng foydali shirinlik asal. Energiya oshiradi. Tabiiy glyukoza va fruktoza tez quvvat beradi. Dunyodagi eng zararli mahsulot shirinliklar. Bolalarda qaramlik hosil qiladi. Miya shakarni ko'proq talab qila boshlaydi. Men yong'oqman. Miya faoliyatini kuchaytiraman. Organizmingni himoya qilaman. Har kuni oz miqdorda yesang foydaliman. Men makadamiyaman. Teri va sochlar uchun juda foydaliman. Men yong'oqman. Mening shaklim miyaga o'xshaydi. Bekorga emas, xotirani kuchaytiraman. Men yer yong'oqman. Menda oqsil ko'p. Sportchilar uchun juda yaxshi. Men keshyuman. Asablarni tinchlantiraman. Kayfiyatni ko'taraman. Men Braziliya yong'og'iman. Immunitetni mustahkamlayman. Men kedir yong'og'iman. Har kuni oz-ozdan yesangiz juda foydaliman. Men bodomman. Menda E vitamini ko'p. Yurak va miya uchun juda foydali. Anorni bosib kesmang. Avval tepa qismidagi tojini ehtiyot bilan oling. Keyin po'stlog'ini yengil chiziq qilib kesing. Shunda donalari ezilmaydi. Nonni qog'ozda saqla. Plastikda esa tez mog'orlayman va zararli bo'lib qolaman. Mangoni o'rtasidan kesmang. Ichida katta urug'i bor. Avval ikki yonidan kesing, keyin ichini katak qilib oching. Shunda oson va xavfsiz bo'ladi. Meni juda qaynab ketguncha pishirma. O'rtacha bug'da pishsam, foydali va yengil hazm bo'laman. Bananni yuqorisidan emas, pastidan oching. Shunda tolalari kam bog'iladi va oson ochiladi. Maymunlar ham shunday qiladi. Ananasni avval tepa va pastidan kesing. Keyin tik holatda po'stlog'ini tushiring. O'rtasidagi qattiq o'qini olib tashlang, shunda hazmi yengil bo'ladi. Sharbatni och qoringa ichmang. Ovqatdan keyin ichilsa, oshqozonga zarar qilmaydi. Men gazli suvman. Agar blinchik xamiriga meni qo'shsangiz, u yanada yumshoq va g'ovay bo'ladi. Chunki mening pufakchalarim xamirni ko'taradi. Men nonman. Juda issiq sho'rvaga meni solib yemang. Bu oshqozonga og'irlik qiladi. Eng yaxshisi biroz sovutib keyin yeng. Men uzunman. Menda tabiiy shakar ko'p. Meni kechasi ko'p yemang, oshqozon dam bo'lishi mumkin. Men qizil baliqman. Menda omega 3 va oqsil ko'p. Haftasiga 1-2 marta yesa, yurak va miya uchun juda foydali. Men grek yogurtiman. Menda oddiy yogurtga qaraganda ko'proq oqsil bor. Meni shakar qo'shmasdan yesangiz, ichaklar va mushaklar uchun juda foydaliman. Men tvorogman. Menda oqsil va kalsiy juda ko'p. Ertalab yoki kechqurun yesangiz, mushaklar mustahkamlanadi. Shakarni ko'p qo'shmang, meva bilan yegan foydaliroq. Men choyman. Juda uzoq qo'ysang, achchiq bo'lib ketaman. 3-5 daqiqa men uchun yetarli. Men asalman. Issiq choyga solsang, foydam kamayadi. Avval biroz sovisin, keyin qo'sh. Men mazaliman, lekin juda yog'liman. Meni har kuni emas, me'yorida yeyish to'g'ri. Men makaronman. Qaynatilayotgan suvga yog' solish xato. Yog' sousni ushlamaydi. Yog'ni keyin pishgach qo'shing, shunda mazasi zo'r bo'ladi. Men piyozman. Juda kuchli olovda qovursangiz, achchiq bo'lib ketaman. Sekin olovda qovursangiz, shirin va foydali bo'laman. Men guruchman. Pishirishdan oldin yuvib olsangiz yopishmayman. Juda ko'p qaynatmang, shunda foydam saqlanadi. Men chia urug'iman. Tarkibimda tolalar ko'p. Men ichak faoliyatiga yordam beraman va uzoq vaqt to'qlik hissini saqlashga yordam beraman. Men kunjut urug'iman. Men suyaklarni mustahkamlayman. Tarkibimda kalsiy ko'p va yurak uchun foydali yog'lar bor. Men zig'ir urug'iman. Men hazm qilishni yaxshilayman. Har kuni oz miqdorda yeyilsa, sog'liq uchun juda foydali. Meni chaynasang, mikroblar og'zingga o'tadi. Tirnoq ostida minglab bakteriya bo'ladi. Bu oshqozon va tish muammosiga olib keladi. Meni perxt deyshadi. Sovuq, stress va yog' bezlari noto'g'ri ishlaganda paydo bo'laman. Bosh terisi qurib ketsa, men ko'payaman. Men naushnikman. Agar meni changda tashab qo'ysang, tovushim pasayadi. Qutida saqlasang, uzoq xizmat qilaman. Men sviterman. Agar meni issiq suvda yuvsang, qisqarib ketaman.
30 gradus men uchun eng to'g'ri tanlov. Meni olmali uksus bilan yengish mumkin. U teridagi zamburug'larni kamaytiradi. Bir qoshiq uksusni suvga qo'shib, haftasiga 2 marta ishlatsang yetarli. Qahva tongda foydali, lekin och qoringa emas. Ovqatdan keyin ichilsa, yurak va oshqozonga yengil bo'ladi. Men suvman. Tanani tozalayman, miyani faollashtiraman va terini sog'lom qilaman. Har kuni yetarli suv ichish sog'liq garovi. Kefirni kechqurun iching. Ichaklar ishlashini yaxshilaydi va uyquni tinch qiladi. Choyni qaynab turgan suvga solib yubormang. Avval suvni biroz soviting. Shunday foydali bo'ladi. Men ko'payib ketsam, semirishga, tish buzilishiga va diabetga olib kelaman. Meni ko'p iste'mol qilsang, qon bosiming oshadi va yurakka zarar yetadi. Men olmaman. Ichakni tabiiy tozalayman. Har kuni yeb tursang foydali. Men avokadoman. Menda foydali moddalar bor. Yurak va ichakni asrayman. Men brokkoliman. Ichaklarni tozalashga yordam beraman. Menda tolalar ko'p. Ular hazmni yaxshilaydi. Men ananasman. Hazm jarayonida ishlayapman. Bromelainim ovqatni tez parchalab yuboradi. Shuning uchun tanang yengil bo'ladi. Men yashil qalampirman. Vitamin C bilan tanangni qo'llab-quvvatlayman. Immunitetingni mustahkamlayman. Hazmga yengil va foydaliman. Men sarimsoqman. Mikroblarga qarshi kurashaman. Immunitetni kuchaytiraman. Men ismaloqman. Ichakni kuchli qilaman. Temir va tolaga boyman. Men yong'oqman. Miyaga foydali yog'lar beraman. Xotirani va fikrlashni kuchaytiraman. Men olivka yog'iman. Ichakni yumshataman va himoya qilaman. Yurak va hazm uchun juda foydaliman. Men yashil choyman. Tanani tozalayman. Zararli moddalarni chiqarishga yordam beraman. Men bananman. Ichakni muloyim tozalayman. Yaxshi bakteriyalarni ko'paytiraman. Men pomidorman. Zararli moddalarga yo'l bermayman. Yurak va qon tomirlari uchun foydaliman. Men sutman. Ichakni yumshataman va himoya qilaman. Men grek yogurtiman. Ichakni foydali bakteriyalar bilan to'ldiraman va himoya qilaman. Men chernikaman. Kuchli antioksidantman va zararli moddalardan tozalayman. Men tolaga boy ovsyankaman. Ichakni tozalab, chiqindilarni olib chiqaman. Men zig'ir urug'iman. Ichaklaringizni yumshataman va tozalayman. Men imbirman. Gaz va shishishni kamaytiraman. Men chesnokman. Tarkibimdagi allitsin tishda milk yallig'lanishiga sabab bo'ladigan zararli bakteriyalarni kamaytiradi. Men klubnikaman. Milkni mustahkamlayman. Mendagi C vitamini milk sog'lig'ini qo'llab-quvvatlaydi. Men qora shokoladman. Tishlaringizni himoya qilaman. Mendagi teobramin tishni mustahkamlashga yordam beradi. Men misvoqman. Bakteriyalarni kamaytiraman va og'izni tabiiy tozalayman. Men dengiz tuziman. Og'iz salomatligiga foydaliman. Bakteriyalarni kamaytirishga yordam beraman. Men faollashtirilgan ko'mirman. Tishdagi dog' va zararli bakteriyalarni o'zimga yutib, og'izni tozalashga yordam beraman. Men kurkuma. Og'iz va milk sog'lig'iga foydaliman. Men dolchinman. Nafasni yangilayman. Og'izdagi yoqimsiz hidlarni kamaytiraman. Agar shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling.